Mercedes kompaniyasining bir maqsadi bor edi. Bir umrga chidamli mashina ishlab chiqarish va 1984-yilda W100 motor yaratildi. Bu mashinaning kuzovidagi har bir chiziq, har bir detallari havoni shamoldek kesib o'tish uchun Mercedes kompaniyasi faqat avtomobil muhandislarini emas, balki samolyot muhandislarini ham chaqirdi. Natijada W100 motor dunyodagi eng ideal aerodinamikaga erishdi. Bu mashinaning aerodinamikasi o'sha davrdagi superkarlarnikidan ham ancha yaxshi edi. Ularga даже bu orzu bo'lgan desa ham bo'laveradi. Bu mashina sotuvga chiqarilishdan oldin 1 million kilometr tog'da, issiqda, cho'lda, qorda har qanaqachasiga sinovlardan o'tdi. Germaniyada maxsus testlar qilindi. U yerda W100 motorlar 24 soat davomida uzluksiz 250 km tezlikda yurib, sinovlardan o'tishdi. Bu taxminan 10 yillik muddatga teng sinov edi. 10 yillik sinov davomida biror marta ham motor ishdan chiqmagan, ta'mir talab qilmagan. Germaniyaning A8 trassasida sinov mashinasi 1,5 million kilometr bosdi va eng qizig'i 3 marta yonilg'i filtrlarini, 1 marta generator kamarini almashtirgan xolos. Yevropa yo'llaridagi avariyalar statistikasiga ko'ra W100 motor eng kam avariyaga uchragan va eng ko'p inson hayotini saqlab qolgan mashina deb hisoblanadi. Shuning uchun ham bu mashinani o'lmas deb atashadi. Bu mashinani tank deb atashardi. Germaniyada hatto servislar bu mashinani bannerlarga rasmlarni qo'yib, tanklarga maxsus xizmat ko'rsatamiz deb yozib qo'yishgan. W100 motor bugungi kungacha million kilometr bosdi. Yo'llar, vaqtlar uni yenga olmadi. Chunki bu oddiy temir emas edi, bu bir umrga ishlab chiqarilgan afsona edi. Yonimda turgan W100 motor G500 Valchok bo'ladi. Valchokning xarakteristikasini, uni tarixini juda ko'pchilik bilgani uchun men W100 motor Mercedes obzor qilishni xohladim. W100 motorga ta'rif berdim. Tachkani yomoni bo'lmaydi akalarim. Sog' bo'linglar.